Shoshilinch aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi hafta davomida kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. O'zbekistonda Navro'z bayrami kunlarida yog'ingarchilikli ob-havolar bo'ladimi? Barcha savolingizga ushbu videorolikda javob topasiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, O'zgidromet xabar berishicha, hafta davomida harorat 20 darajagacha iliq bo'lishi kutilmoqda. O'zgidrometning ta'kidlashicha, 17-18 mart kunlari O'zbekiston hududining katta qismida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina 18 mart Surxondaryo viloyatida, 19 martda esa Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarining ayrim joylarida yomg'ir yog'ishi mumkin. 20 mart kuni esa mamlakat bo'ylab yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Mazkur davrda, ya'ni hafta davomida harorat asosan kechalari 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari esa 15-20 daraja iliq bo'ladi. Hafta davomida poytaxtimiz Toshkentda yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina 19 mart kuni ayrim joylarda vaqti bilan yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol sharqdan yo'nalishini o'zgartirib g'arbdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Poytaxtimiz Toshkentda havo harorati hafta davomida 5-10 daraja iliq kechasi, kunduz kunlari esa 17-20 darajagacha ko'tariladi, deyiladi xabarda.